Mahalladoshlar, yo'llashib ham o'tib qolibdilar. Asriga janoza tez keladi, kech qolmasa, ha. Bizani mahalla axir aktivda. Ahmad, ana olib beshing tegdi, suv toshyapti. Qachon keladi ana vada kanaldagilaring? Hoy mahallamiz raisi, qachon bizning mahallaga musor mashina keladi? Musorlarni hammasini ko'chaga olib chiqib qo'yganmiz. It bilan mushuklar titib dabdalasini chiqarib tashladi. Hurmatli mahalladoshlar, bilasizlar, yolg'iz ayolman. Menga ozgina moddiy yordam ajratsanglar, yaxshi bo'lardi. Tushunmadim bularga. Odam o'ldirsam nima yozyapti, bota? Nima beraysiz? Hammani majlisga yig'ga, kelmagani spravka ola olmaydi. Haqqi qo'ya masalaga. Ben odam o'ldirsam sizlar nima yozyapsizlar? Gapirsa nima deyapsiz? Ko'chani boshida turba teshilib yotibdi qachondan beri. Ertani vada kanal kelib tuzatib ketsin. O'zing mahalla uchun nima qilib qo'yding? Xayrli tur. Mana bizani mahallamizni faxri Rossiyaga borib odam qutqarib qoldi. O'tirur. Sen nima qilding? O'g'ling nima qilib qo'ydi? Tur xayrli. Odam qutqardi, o'tirur bola. Siz nima deyapsiz? Menga qarang, musor mashina qachon keladi? Musor pulini vaqtida to'lab qo'ygan bo'lsak, ko'chaga olib chiqib qo'ysam itim shular, titib ko'chamiz it bozor bo'lib ketdi. Bolalar maktabga keta olmaydi, bog'chaga keta olmaydi. Hakkoti bir haftada bitta bo'lsa, sizni stroy musorlaringizni musor mashina olib ketmaydi. Siz nima qilasiz mahalla uchun? Tur xayrli. Rossiyaga borib odam qutqardi. O'tirur bola. O'tiring siz ham. Sen nima deyapsiz? Endi shutsiz, rais mahallani asbali. O'tir hozir. O'tir. Qayerda tur? Qayerga bording? Rossiyaga Nima qilding? bola qutqarib qoluvdi. O'tir. Mana xayrli, o'tir. Rossiyaga borib bola qutqarib qoldi. Mana nishonni o'rnay olaring. Tur nishon. Labli raismi? Mana nishon. Amerikaga borib ingliz tilini o'rganib, bolalarga o'rgatyapti. O'zi aytchi. Amerikaga borib men o'rgandim, meni bolaga o'rgatyapman. Hammamiz o'rgatib. Bolalar. Bular ingliz tilini bilmaydi, o'zbekcha-da. O'tir. Sanchi iflos. Rasmi, matrini tortdim. Yo'qare, bo'tta. Iloji bo'lsa boshqa mahallada turaman degan. Maqtulaxon, ya qaror. Bilasiz, rasxodlarim ozgina ketdi. O'zim xabar olib turgan bo'lsam, mahallani asfalt qilmagan bo'lsak ham, mashina olib bergan bo'lsam, boring. O'zim xabar olib turaman. Ana asfalt Biza qayerga borishimiz kerak edi? Bilmasan? Hokimiyatga. Biza hokimiyatga bormasak bo'lmaydi. Nishon davom ettiradi majlisni. Nishon ke.